Namangandagi eng premium supermarketni ko'rib chiqamiz. Eng qizig'i narxlari. Ushbu supermarketni 90% mahsulotlari boshqalardan olib kelinar ekan. 60 ming so'mdan boshlab 250 ming so'mgacha Turkiyaning lukumlarini topishingiz mumkin. Shokoladlar esa 70 ming so'mdan 1,5 million so'mgacha ekan. Asosan Dubai shirinliklari kelar ekan. Labella brendini mahsulotlarini faqatgina Namanganda shu yerdan topasiz. 11 xil turk sho'rvalarini tayyor retsepti bo'lar ekan. Buni shunchaki suvga solasiz va sho'rva tayyor. Shakarsiz bo'lim esa meni juda ham lol qoldirdi. Sababi sahra borlar uchun menimcha ideal variant. Yaponiya, Gretsiya, Amerika mahsulotlari bu bo'limga joylashtirilgan bo'lsa, premium sovg'alarni ham Istanbul marketdan topsangiz bo'ladi. Turk atmosferasini xohlaganlarga turk idishlari ham bor ekan. Yaponiya gigiyenik mahsulotlar 54 mingdan 300 minggacha, brinza 73 mingdan 200 minggacha, choylar esa 17 mingdan boshlab 850 minggacha bo'ladi. Maxsus choylar esa 450 mingdan 980 minggacha topiladi. Marketdagi eng qimmat suv Okart suvi ekan 565 ming so'm, shakarsiz alkogolsiz mana bu shampanskiy esa 189 ming so'm ekan. Istanbul market bilan ham ma'lum bir darajada tanishib oldik. Endi izohlarda yozib qoldiring, Namangandagi ana qayerlar va nima sizga qiziq.